Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar. Hammalaringiz sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov. Ajoyib joydaman, xudo xolasa. Shu bugundan boshlab aka-uka samovori ishga tushdi, xudo xolasa. Pastga ukalarimizning nomerlarini qo'yamiz. Mana shu yerda xizmat qiladigan ukalarimizning nomerlarini qo'yamiz. Osh, go'sht, xasib, qanot, siltama hammasi bo'laveradi. 10 kishilik, 20 kishilik, 4 kishilik, 2 kishilik xonalar bu yerda. Xonalar juda ham ko'p. Har qancha to'ylar ham o'taveradi bu yerda. Har qancha odam kelsa sig'adi bu joyga. Tashqarilarda mana atmosferalarni ko'ryapsizlar. So'rilar ham juda ham katta so'rilar, xudo xolasa. Xonalari 4 kishidan boshlab 20-25 kishigacha xonalari bor, sig'imi, xudo xolasa. Xonalarni ham ko'rsatib qo'yay. Qishga bu joyda juda ham issiq xonalarga harakat qilib qo'yishdi qishga. Xonalar qaranglar, mana konditsionerlar bor. Qishga mana qanaqa narsalarni o'rnatishib, hamma xonaga birda isiydigan qilib, juda ham oldin konditsionerni o'zida isitishardi bu joyda. Hozir qo'shimcha zamonaviy отоплениyalarni o'rnatishib, hozir juda ham chiroyli qilib qo'yishdi. Katta xonalari shu xonalar, bundan katta xonalari ham bor bu yoqda. Akalar, ukalar, xudo xolasa kelaverasizlar. Aka-uka samovori ochildi shu bugundan. Pastga shu joyda xizmat qiladigan ukalarimizning nomerlarini qo'yamiz. So'rilarda ham mazza qilib o'tiradigan salqin. Po'g'irlarga keladigan bo'lsak, hamma samovorga kelishdan oldin po'g'irlar qalay ekan deb so'rab surishtirishadi. Po'g'irlari o'ta ham o'z ishining mutaxassislari. Ular osh, go'sht, siltama, qanot, xasib bu joyda yorishadi. Bu joyda juda ham ko'p insonlar bu joyda dam olib ketishgan, osh go'shtni yeb bu joyda bilishadi. Bu joyda o'zi reklama qilishim shart emas. Hozir juda ham ko'pchilik o'zimdan ham so'rashadi. Samovar ochildimi? Aka-uka samovori ochildimi deb juda ham ko'pchilik mendan so'rashadi. Shunga ko'pchilikni xabardor qilib qo'yapman. Bu ham bitta savob. Pastga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, uyingizda turgan holatda zakazlaringizni qilaverasiz, xudo xolasa. O'ziga yarasha tabiatlari ham bor mana. Bilyardlar bor mayda. Ozgina o'zingizni kayfiyatlaringizni ko'tarib, oshna og'aynilar bilan o'ynagani. Yaqinda yana yangilik bo'lib qolar ekan, xudo xolasa mayda remont bo'lyapti. Xudo xolasa bu yerda zamonaviy remont qilib turib, shu joyga ikkita hozirgi kunga talabiga javob beradigan bilyardlarni o'rnatar ekan mana shu yerga. Xudo xolasa tez kunda. Demoqchiman, zamonaviy bilyardlarni shu joyga o'rnatar ekan. Tilim kelmay qoldi. Shunaqa gaplar. Akalar, ukalar, manzillar aniq. Manzillarni qaytarib aytib o'tib ketaveraman. Asaka tumani Qoratepaga tushib ketishda, Qurama qishlog'ida, yo'lni bo'yida joylashgan aka-uka samovori. Shu joyga kelaverasizlar mana. Ko'chalarda ham bu tomondan Niyozbotirdan tushish. Mana jali lokasiyasini ko'rsatishim shart emas. Ko'pchilik biladi bu joyda. Aka-ukalar desa
aka-ukalar samovori desa hamma biladi. Bilmagan odamlarga ko'rsatib qo'yamiz. Shunaqa gaplar. Osh, go'sht, hasib, siltama, qanot yeyman degan aka-ukalar kelaverasizlar, pastga nomerlar qo'yamiz. Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov. Qaytadan aytaman, mana shu yerda xizmat qiladigan ukalarning nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Bemalol kelib, uyingizda o'tirgan holati bemalol telefon qilib, osh bormi, go'sht bormi, nechaga tayyor bo'ladi deb bemalol o'zlaringni talablarini qo'ysanglar bo'laveradi. Xudo xolasa, sizlar bilan Shuhratbek Sobirov, salomat bo'linglar.